Odam haqdor o'zi. Pul olishi kerak, lekin pulini ololmayapti-da, boryapti-da, "Sen unaqa qilaman, seni bunaqa qilaman, u uyda, bu uyda" deb turib, gapirib turib, unga tazyiq o'tkazyapti-da, o'sha tazyiq orqasidan o'zi pul berish kerak bo'lgan odamning nomidagi do'konni olib qo'yapti. nomiga rasmiylashtirib oldi. Qarz evaziga-da. Lekin himoya imzosidagi shaxsi Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan malakali unga nisbatan ayb e'lon qildi. Endi bitta narsa, tovlamachilik jinoyati deydi buni. Tovlamachilik jinoyatini sostavi, ya'ni tarkibini berish kerak. Uni harakatlari haqiqatda buni harakatlari tovlamachilik bormi yoki yo'qmi? Yoki shunchaki qarzimni bergin deb borib so'rayverganda haligi odam ham joniga tegib ketganda bo'pti, mana magazinni olgin deb o'tkazib berib olgan bo'lishi ham mumkin. Tazyiq bo'lish, ya'ni tovlamachilik bo'lishi uchun jabrlanuvchi yoki uning yaqin qarindoshlariga zo'rlik ishlatish, mulkka shikast yetkazish yoki uni nobud qilish, yoxud jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni, mulkiy manfaatlar berishni yoxud mulkiy yo'sindagi harakatlar sodir etishni talab qilish, yoxud jabrlanuvchini o'zi mulk yoki mulkka bo'lgan huquqni berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish. Ya'ni hozir aytganimizdek, o'sha magazinni berishga uni majbur qilib qo'ygan bo'lishi kerak-da.